Kavaga, Ichankovaga geldik. Xorazmchevani o'rgandingizmi menimcha? Ozgina. Ozgina. Tushunasiz, Xorazmcha gapiraveraman o'zi. Xorazmda qaysi ovqatlar sizga ko'proq yoqadi? Nomlari esimda yo'q, juda ham ovqat turi ko'p ekan, lekin birinchi navbatda to'yim kuni osh yedim. Xorazmni oshini oxirgi marta qachon yeganim esimda yo'q, lekin juda ham yoqdi. Juda. Suzma palov yedingiz shunda. Suzma palov deymiz. Ha, o'shandan yedik. Tuxumbarakdan. Tuxumbarak zo'r. Tuxumbarak har doim yoqqan. Bugun xolajon yana qilib beraman deyaptilar. O'zingiz o'rgandingizmi tuxumbarakni? Yo'q, hali. O'zlari Endi o'rgatadilar. Bugun xolajon o'rgatadilar, ana istoriyaga qo'yamiz. Instagramga. Aytsam, urf-odatlardan mazza qilib, vaqtim qanaqa o'tib ketganini bilmay qoldim. Urf-odatlar ayniqsa, hech bir viloyatda yo'q urf-odatlar bizda. Chiroyli. Endi asosan Toshkentda bunaqa supermarketlar har doim o'zim shunaqa joylardan bozorlik qilganimga, oyijon produktni qilib kelamiz deganlarida men o'yladim qanaqadir bozorga boramiz deb o'yladim. Lekin kelsam, xuddi hech bir shahardan kam joy yo'q. Qaytanga juda ham keng, bemalol, narxlari ham chiroyli bo'lgan joyga olib keldilar. Kecha eshitgandim bu joy haqida, Darital degan joy haqida va hozir kelib ko'ryapmiz. Hamma narsa bor. Hamma narsa, go'sht ham xili, nimaiki bo'lsa, qanaqa mahsulot bo'lsa, hammasini har xillaridan olib kelib qo'yibsizlar. Rahmat kattakon. Xalq uchun bu hammasi xalq qo'ylab shunaqa chiroyli, yaxshi, toza mahsulotlarni olib kelganingiz uchun katta rahmat. Rahmat, har doim bozorlik qilamiz. Rahmat. Har doim supermarketimizda sizni ko'rishdan xursand qolamiz. Endi Xorazm galina bo'ldingiz, baribir xarajatni o'zingiz kelasiz. Inshaalloh. Shu